Короче, bayk olmoqchi bo'lganlarga nima deya olaman? Realniy fazlasida может oson ko'rinayotgandir. Mazza qilyapman, to'g'ri, lekin baribir ham straxovkani normalniy olish kerak ekan. Shu bayker akalarimga, jo'ralarimga kattakon rahmat, shunchalik meni o'ylab переживать qilgani uchun. Boshida to'g'risi bemalol yaxshi haydab ketaman, ishonmayapti deb o'yladim-da, lekin realniy unaqa emas ekan, to'g'risi. Sekin bitta liniyada 3-polosachada aniq ketib boryapman. Avarinka yoniq lekin, o'chirmayman lekin avarinka. Aka belimni ko'p kiymak uni. Voy, lekin havo ram zo'r havo bo'lyapti, aka, alhamdulillah. Вообще mazza havo, yomg'irdan keyin hamma yog'imiz ho'l, shamol bo'lyapti, sovuq bo'lyapti, lekin mototsikldan chiqadigan issiqlik вообще mazza, короче, aka. Xudoga shukr. Soat 11:00. Voy, pasti dur. Voy. Dan. To'g'risi, achchi mazza qilyapti. Mana sizlarga qanday qilib berishni to'g'risi so'zlar bilan ifodalab berolmayman. Gaplarim. Birinchi videoni qo'yib sразу yoqqa yasab olaman. Sekin-sekin o'rganamiz endi. Hammayam birdan professional bo'lib ketmagan-ku. Akam urib qo'yapti, sekin haydalyapti. Akam lekin bechora qiynalib ketdi aka. Akamga rahmat qilaymi? Deb qoldi. Issiqni turibdi. Sovuqqa chiqqandan keyin shamollab qolsin. 100 ta bitta akam o'zi. Shamollab bo'ldi, tamom. Shamollasa bitta odam shamollasin, akamga ko'raman. Sho'llarda mashina turibdi. Polismas umid qilaman. Polis bo'lsa ham atak problema bo'lishi kerak emas. Biz akamni kaskasi bo'lmagani uchun xavfsizlikni chekib berish mumkin. Safetyga.
Konuşmasa ekan. Konuşmaz. Hammasi nazorat ostida. Va, вообще maza. Boshi chiqib akam kasbga uryapti, bamburlar. Canım, suyu canı. Su için başladı. Vay, to'g'risi borku, hozir вообще anaqa adrenalin dahshat borku, shunaqangi azob o'tib kelyapti degan. Bunaqa qilolgan. Birinchidan o'zim, ikkinchidan akam ham kaskasi ham yo'q, hammaga jabr o'tishi yaxshi bo'lgani. Keyin bosamiz. Lekin atak hozir yurishimda ham to'g'ri legal yuribmiz. То есть legalniy sifatida shuni ham maza qilyapman. Hozir yurish uchun kilometrda где-то 100dan baland bo'ladi. 120 shunaqa bo'lishi kerak. O'zi legalniy sifatida 65 ko'rsatyapti, но 75gacha, 80gacha inmaydi. Ohayoda. Ohayoda emas, butun Amerikada. Lekin hamma yoqda ham yomon odamlar bo'ladi, shu yomon politsiyachilar ham bor. Yoqmasangiz 5 limit balandlarda desangiz ham topadi, shtraf beradi. Asafa bosqich keladi. Mana bu yo'lni bizani bosishimizga talabga javob beradi-da, mana shunaqa bosishimiz kelishi uchun talabga javob beradigan yo'llar uchun bosamiz. Lekin Amerikada siz qanaqadir aeroportga yoki qanaqadir seryozni narsaga kech ketgan bo'lsangiz, spirinsiz, o'zingiz kasal yoki nimadir seryozni причина bilan tezlik bilan tushsangiz, aka maslahat deyapti, lekin normal. Этот. Seriously, нормальный причина bilan tushsa, akamga olib ket. Akamga mikrofon bor, eshitib turadi-ku. Birinchi marta blog olayotganim baribir bilinyapti-da. Shu seriously причина bilan polis to'xtatsa, hech qanaqa tiket bermasdan, даже o'zi сопровождать qilib sizni yordam berib olib olishi ham mumkin. Yo'llaringizni ochib, sirenalarni yoqib. Aeroportga ketishyapman, siz bir marta tushganman, shunaqa aeroportga ketishyapman deganimda rulni bosavermay politsiyalarga aytaman, yo'lingni hech kim to'xtatmaydi degandi-da. Men O'zbekistonda unaqa bilan tushmaganman, lekin bizani o'zbeklar endi baribir aniq yaxshi ko'radi-ku. Kechiksang e'tiroz chiqarib turaveradi. O'ylayman, yana bilmayman, O'zbekistonga olganda joyiga tushib bo'lsak ketishyapman, mana bilet deb aytsam, keyin bilsak bo'ladi-da. Gaplar to'g'ri, Tehron qoldik. 6 minut qoldik, yarimlari. Javob bo'ldi, ko'ramiz. Dun 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 dun.
Bye bye bye. Засыпай, любовь моя, засыпай. Бай бай бай. Засыпай, любовь моя, засыпай. Засыпай. Everything is under control. Everything is under control. Boyagi orqangda o'tiribman-ku. Ha? Nasıl görünüyor? Hayda. Реальных мукет. Ya, это anak emas. Страшно korkmayapman. Bismillahirrahmanirrahim. Ana şeriflerdi aldan o'tib ketdik mana. Politsiya. Balenciaga. Gaz o'zini qo'yib, motor qiynalyapti. Akam motor qiynalyapti deyapti-ku. Hangisini keldim-ku? O'tib, o'ng tarafga to'xtamada shuni chap oyoqni qo'yishing kerak pastga, tushunyapsan? Yo'q, O'ng oyoq bo'lmaydi. Нормально. İnsan ama kim oluyor? Kıda gözüküyor. Vay. O'tib ket. O'tib ket. O'tib No! ket. No! Yok. Tamam. Nima ekan? Voy, ko'tim botib ketdi просто. Otam, Ha. shlemga aytgan, bitta shlem olay, $100lik. Bo'lsa ham ancha. Bo'ldi, ishlang. Hozir boring. Ha? Hozirmi? Vahshi betimni bilan yomg'ir tishib tashladi bilan. Akam aytdi, aka, sizlar boring dedim, akam o'zi. Biz kaskay deymiz, to'g'rimi? O'tak bu tarafdan. Yaxshi bo'ldi. Endi ishlam kerakligini his qildim. Ular ikki yetar, mahallangiz. Voy, tavba qildim, astag'firulloh. Xudoga shukr, lekin mazza qildim, bor-ku.
Bir ham bor ekan. Bum bum. Bum. Chap qo'ygan mana shu. Durs. Kelliga yana yemaylar qo'ygan. Братскаlar. O'zim ko'rgaman mototsiklni. Как будто o'zimni bakada tushungan aytsin. Alhamdulillah. Javohirda uy qayerda? Haydar. Ana shudan o'ngay deysan. Endi ro'd. Nima o qarani mashina bilan. Adashdikmi? Dirs. Adashibsizki. Yo'q-a? To'g'ri emasmi? Yo'q, orqaga qaytish kerak. Noris. Adres qayerda ekan? Telefon qilish kerak-da javobga. Aylanib yuribmiz akam. Yo'q ekan. Gang. Amortizatsiyasi ham yaxshi ekan. Qarshilab o'tib ketaman deb o'yladim. Mana shu yerga to'xtab telefon qilaylik şeyda. Mana bu yoqqa turibdi. Yo'q, bu o'rniki emas. Yo'q, shuniki. Yo'q, o'rniki emas. Mana bunaqa o'cha. Billah. Yoki mana da shunday o'zi tashlasang ham birga urib, quti qo'yganmi qani? Otajonim. Telefonni urish kerak. O'lib ketdim-ey. Bilas saç nima deyapti otam? Cho'tki. Hayotim davomida unaqa o'yga tushib qolmaganman akam. Biza keldik qanisan? Mototsiklda tez keldik-ku, unaqa qilma. Xafa qilyapsan. Конечно. Aka buni RPM nechiga chiqqanda ana almashtirish kerak? Nimani? Skorosti. Skorosti? Ya o'zi qiynalyapti, motor almashtirish kerak-da ota. Motor qizib ketdi lekin. Bu qiziydi o'zi shuncha issiq bo'ladi, oyoq qo'ysang kuyib qoladi. Ya mana shu anaqani taxometrda 7-8 larda olib yurdim-da. Normalniki to'g'ri. Ya 2 day desang ham bo'ladi, ham. Highwayda 2-3 day desang ham bo'ladi. Просто bitim bor, teshilib ketdi-da. Ya bu 3-chi skorostdan, 2-chi skorostdan oldi deysiz-ku? Ha, mashina qiynalib qoldi, otam. Pastda yoki sekin yuradimi yoki tez yuradimi endi. Yordam kerak ekan opalardan. Opalardan yordam kerak ekan. Opalarga yordam kerak ekan. Zabere menya iprikr malbara. Mana Javohirbek emasmi? Yo'q. Kaska olamizmi aka? Nima o'chmayapti bu? O'chirmagansan. Ya taka lekin sovuq bo'lsa ham borki, mototsikl issiqligiga odam mazza qildi borku.
Maza qilib qoldim. Toychoqcha. To'sirchada, o to'sircha. Забери меня, прикури Малбери, от своей души сердце растет. Возьми телефон, детка. Qorin taralla bedor bo'ldi lekin. What? Keldi. Akam, siz manda qilishni oldingiz-ku, mototsikl mashinada yurardim, orqa qo'llarim tolib ketdi. Qanday o'rtadan o'tkazganim uchunmi? Ha, bunda bemalol. Qani ko'rqani? Ko'rqani? Kamera preskasi to'lib qoldi, ikkinchi kadr garaj. Ikkinchi marta bir xil o'xshatib berasan, ha? Pastda olyaptimi? Ko'tarib qo'ying. Normalmi? Ha, normal. Esdan chiqib ketdi-ku. Qayerga to'g'rilayapti? Hey! Ko'tingdan chiqib ketmasin. Qayerga? Yorqin joy to'g'ri. Sal orqaroq qilinglar-da. Bu kishini sal orqaroq. Ha. Ular chiqib ketyapsan. Bak, bexani oldira tushish kerak-da. Oymi? Bir kichkani. Забери меня, прикури Малбери, от своей души. Ayib turdi. Ha? Yaxshi ko'rinadi. Telefonim ham bechara qo'lib ketdi. Ice nima deyapti? Ice. Ice baby. No? Qayerdan tushib Akam video tirsillatib o'chirib olgin-da videoni. Ha? Videoni o'chirib olgin-da.